Assalomu alaykum do'stlar. Ichida futbol o'ynaydiganlar bor bo'lsa kerak. Do'stlar, biz alokni yasadik mana. Buni men birdan yasaganimni videosi yo'q do'stlar. Bunga aytaman hozir. Mana bu doskadan qancha ketdi do'stlar? Biz visualiya qilib o'ynamadik. Biz shunchaki mana unday qilib o'ynadik. Bundan aytishim bo'yicha 1000 ta 2000 ta ketdi. Mana bu sariq blokdan esa 245 ta ketdi. Mana bu yerlarda ham bor. Mana bu oq blokdan esa 100 ta yoki 110 ta ketdi. Mana bu qora blokdan ishoning. Yoshim ko'p ketdi-da do'stlar. Kiyimlari ham qora, soqol, mana bu soqolga o'xshagan joylari ham bor. Bundan taxminimcha shu blokdan 1045 ta ketdi do'stlar. Mana bu siyoh blokdan mana o'tiribdi do'stlar. Shulardan qancha ketdi desa bo'ladi endi. 900 tacha ketdi do'stlar. Mana orqasini ham ko'rasizlar. Mana do'stlar. Mana orqasi. Hop. Hali kuni komment Real Madridning fanatini uzr do'stlar. Real Madridning fanatini yasagandim bu narsa bilan, Bugatti bilan. Ko'rgansizlar, Lamborghiniga o'xshab qo'ygan. Ashe Bugattiga menga 70 ta like qilib bersanglar, uni stadionini chiqarib beraman, Real Madridnikini. Keyin yana aytsanglar, mana uni haligi profilechilar bor-ku, ana shundan ham qo'yib beraman kommentga. Yozinglar, kommentlarni bomba qilib yuboringlar do'stlar. Hop, like va podpiska ham bosinglar. Hop, men oldin futbol o'ynardim. Hozir men Minecraftga o'tib ketganman. Bu alokni kecha Minecraft profil esimga kelgani uchun mana shu alokni yasaymikin deb o'yladim. Hop, mana do'stlar, o'xshaganmi, o'xshamaganmi yozinglar kommentda. Do'stlar, nima desa bo'ladi? Haligi profilchilar bor-ku, endi kuchli odamlar. Hattoki mana shundan ham ketdi, qarang. Mana shu blokdan ham ketdi. Shu profilchilarni yozsanglar, ana shuni yozib bering. Bunga men bu ko'p mehnatligi uchun 90 ta like yig'ib beringlar shunga. Keyin men boshqalardan ham yasayman do'stlar. Hozir uzoqdan ko'rsataman mana. Hech qanaqa montaj emas. Mana ishonmasanglar, buzib ham ko'rsatib beraman do'stlar. Mana buni buzsa tushib ketadi do'stlar, to'xtang. Bu ham tushib ketadi. Mana do'stlar. Hech qanaqa montaj emas do'stlar. Buni qurish uchun menga 10 soat vaqt ketdi. Buni qurganimni men videoga olmaganim uchun shoshilib qurdim do'stlar. Juda ham tez qurdim. To'xtang, bu qo'mariyon blokdan keladi. Mana do'stlar. Like va podpiska bosish esdan chiqmasin. Kommentlarni bomba qilib yuboringlar do'stlar. Kommentlarni bomba qilib yuboringlar do'stlar, iltimos. Like va podpiska bosish esdan vashshi chiqmasin. Shuni qilib like va podpiskani qilib qo'ysanglar bo'ldi. Sizlardan hech narsa ketmaydi. Bo'pti, xayr do'stlar. Sizlar bilan biz bo'ldik.